Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 10-oyning 14-kuni payshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishidagi Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi bugun, ya'ni 14-oktyabr tushdan burun Berlindagi mashhur Alexander maydonida boshlangan edi. Tövəndə diqqətinizlər, stansiyamiz muxbirining naq maydondan bergan bu vaqtdagi maxsus xabarining tafsilotida bo'lsin. Assalomu alaykum, ekran oldidagi shartlik sonliq aziz qarindoshlar, aziz ko'ruvchilar. Men Tarat Muronqash, hammalarga salomlayman. Hozir men sizlarga bu programmani Germaniyaning poytaxti Berlindagi mashhur sayohat markazining biri hisoblangan Alexander maydonidan aziz qarindoshlar, Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunyo Uyg'ur qurultiyining uyushtirishidagi Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi bugun, ya'ni 10-oyning 14-kuni mana shu maydonda rasmiy boshlangan bo'ldi aziz qarindoshlar. Yağmur yağıvaqtığım üçün ben çedirmen çektirip sizlerge bu programı takdir kılıvatma. Aziz qarindoshlar, bu ko'rgazmaning tunjisi sizlarga ma'lum bo'lganidek bu yil 9-oyning 14-kuni tunji bo'lib Amerikaningki Jenevadagi bosh elchixonasida o'tkazilgan va shu ichilish marosimida rasm ko'rgazmasining ichilish marosimiga 30dan ortiq davlatningki Jenevada, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchilar, diplomatlar, yuqori darajadagi arboblar qatnashgan va uningdan keyin bu 9-oyning 16-kunidan 18-kunigacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda 3 kun bu ko'rgazma ichilgan. Chunki shu vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 48-navbatlik yig'ini chaqirilgan uchun shu ko'rgazma nihoyat zo'r matbuotlarda ta'sir qo'zg'agan. Masalan, shu Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh bu yerdagi elchisi vakilimi maxsus shu ko'rgazmaga norozilik bildirib, bu yerda bayonot e'lon qilgan va Amerikani bu Jumgoni parchalashga bo'lishga urinayotgan zo'ravon terrorchi tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyiga yantayoq qilib soxta tashviqot taqdiryapti deb Xitoy hukumati norozilik bildirgan va noroziliklari hozirmi davom qilyapti aziz qarindoshlar. Bu ko'rgazma mana bugun boshlandi. Xudoyim bo'lsa bu ko'rgazma 18-soatning yakshanba kunigacha bu yerda 4 kun davom qiladi. Bu ko'rgazmani qurish uchun Germaniyadan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa efendi başçılığındaki kurultayının merkezindeki rehberleri ettigen kilip yerde bu çadır kuruş faaliyetini yapmadı. Hürmetlik televizyon köyküçler, Assalamu kravatiste. Bugün bu çadır kuruş için, yani bugünkü bu körgazma için tüm Dünya Uyg'ur qurultiyining reisi Dolqin Isa başçılığındaki merkezdeki rehberleri bu çadırını ilip München şehrinden 600 kilometre yol yürüp akşam Berlin'e gidip gelgen ve bugün ettigen bana bugün ettigen kilip bu kurultayınki merkez rehberleri bu çadırını Alexander meydanına hazır kuruşku başladı. Bugün biraz simsim yağmur var. Aziz qarindoshlar, bu çadır kuruş işiga mana bugün etgandikki Dünya Xataraslik Milletlarni qo'g'dash tashkiloti Berlin sho'bisininki raisi Stepan efendimi ataytamını kapsa etgan kelib bu Uyg'urlarga yordamlashib yashinib qolganiga qaramay bu çadır kuruş işe qatnashyapti. Kiravat qilinglar. Dünya Xataraslik Milletlarni qo'g'dash tashkiloti Berlin sho'bisininki mas'uli Stefan, Uyg'urlarning qadimiy va samimiy do'sti. Mana o'zi Uyg'ur do'sti bo'lgani uchun bizning ayoltuzlik ko'k bayrog'imizning rangini maska taqibdi va beshiga buni o'zi ko'rsatdi. No krizisi produkt Xitoyningki mollarini boyqut qilayli degan
şapkini kiyipti aziz qarindoshlar. Tünögün Dünya Kurultayı'nın reisi Dolqun İsa, Kurultay Fondu'nun reisi Abdülamat Qaracım, Kurultay'ın merkezdeki sekreterleri Zümrüt Hanım, Erkin Efendiler ve ben tünögün keşti yetip gelgen. Mana hazır biz çedirine kuruvatımız qarindoshlar. Biraz tez bu çedirini kuruş. Aziz qarindoshlar, bu Berlin Alexander meydanındaki bu Uygur çidiri, Uygur erkinlik çidiri mana asasda qat ko'tarishga başladı. Bir saatten köprek vaktim bu yan. Dünya Kurultayı'nın reisi Dolqun İsa efendim başçılığı kurultay rehberleri ve kurultayınki Berlin'deki vekilleri bu çidirini kuraştırıvatıdı. İnşallah sizlerin duayınla olan bu çidirimi hazır bütüdü birazdan ki. Dünya Kurultayı'nın reisi Erman Lavutunçluk Dolqun İsa efendim'i Atigan yağı muş çidir kuruş işine bir vası üzeri yasaçlıkla katılışıvatıdı. Bunu bayımı dep ötkendim. Dünya Hatırasızlık Milletlerinin Kurdaş Teşkilatı Berlin Şöbesi'ninki reisi Stefan efendim Uygur halkının uzun yıllık samimi dostu Mustafa efendim'i bana adayeten kepti ettigen kilip bu kurultay rehberleri yardımlaşıp yaşanıp kalkını kalmayı bu çidirini kuruş hizmetine katlaşıvatıdı aziz qarindoshlar, bazı Türk qarindoshlarımızın var. İnşallah birazdan kim bu çidir bütüdü. Bu Berlin'deki meşhur seyahat merkezi Alexander Meydanı. Berlin Sakçı İdaresi muşu meydanga bu Uygur erkinlik çidiri ne kuruş ruhsatını bergen 4 günlük. İnşallah bugün tuncu günü her günü bu çidirini keşte söküp ekitişimiz gerek ve ettigendi kelip yana kayta kuraştırışımız gerek. Ama qarindoshlarımız bu vatan millet üçün, vatan içinde izlevatkan, qarılıvatkan, qırılıvatkan qarindoshlarının hak hürmet üçün, şularning erkinlik üçün bu fidokorlikni ko'rsatib, buna ettigenning yağı bu çidir kuruş faaliyetini yapıvattı. Mana qarindoshlar Berlin Alexander meydanındaki bu Uygur erkinlik çidiri asta qat ko'tarishga başladı. İnşallah birazdan kim tutuldu aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bu çidir kurvatqa vaqtimizda etigende Germaniya parlamentininki yangidan saylangan federal parlamentininki a'zosi Mikhail Brandt efendim alaydan ketdi. Kelib bu çidir kurvatgan qarindoshlarımızın hal sordu. Çidir qurilish bosqichi tutdi, hozir bitdi. Germaniya federal parlamentininki yangidan saylangan a'zosi bu yandaki efendim Dünya Hatırasızlık Milletlerinin Kurdaş Teşkilatı Berlin Şöbesi'ninki reisi Stefan ettigen yağı bizden kol mu kol tutuşup bu çidir kuruş, bu Uygur erkinlik çidiri ne kuruş faaliyetine katlaşıvatıdı. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Biz bugün Germaniyanın payitahtı Berlin'de meşhur Alexander Platz'ta Dünya Kurultayı bilen Amerika Tashqi ishlar Ministerligi ve Germaniyadagi Amerika elçiliğinin birlikte o'rinlashtirgan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari meselesini asosiy tema qilgan resim ko'rgazmasi rasmiy bugun başladı. Bugün Berlin'de bu resim ko'rgazmamiz 2 yerda elib berildi. Etdigende bir yerda biz mana chedirimizni qurib bu resim ko'rgazmasini başladık. Hem de saat 4'te Amerika elçixonasida bunun yeni bir partisi bo'lgan bu resim ko'rganimizin yeni bir partisi Amerika elçixonasida rasmiy bir resepsiyon bilan ochildi. Bunga Germaniya parlament a'zolari va Germaniyadagi Berlin turishliq bir qism davlatlarning diplomatlari
ve baş elçilerin katılışı bilen iyade resim ko'rgazmasi oldu. Şunun bilan birga yana bir Uygur filmi men hakamni izleymen, hedemni izleymen deydigan bir film u yerda qo'yildi. Shunda qilib bugun buni bizning bu yerdagi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni asos tema qilgan majburiy emgak, bolalarni oilasini ayirib etish, jazo lageri Muşunun o'xshaydigan masalani asos majburiy emgak mushlarning hammasini asos tema qilgan bu resimimiz 4 kun ishadi davom qildi. Bu jarayonda deganing yaqin nurg'unlagan bu Aleksandr maydoni Berlin'nin yani en mühim seyahatçiler, ziyaretçiler köp bildiğin bir merkez. Şununla bugün keçi yetip geldik. Şununla Germaniya'daki dünyanın başka yerlerindeki vakti boğan kardeşlerimiz kilip ziyaret kısı buldu. Ziyaret kılış imkaniyeti bulmağa hiç bulmasa bizge dua kılsın, salam yollusun. Biz kursan bulumuz. Rahmet. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana bu sizlarning ko'rayotganinglar Berlin shahridagi Aleksandr maydoni. Baya Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa efendim deb o'tganidek bu ko'rgazma Amerika Tashqi ishlar ministrligininki iqtisodiy yordami va Dünya Uyghur Qurultayı'ninki bu yerda uyushtirish bilan boshlangan bir ko'rgazma. Mana bugün Berlin'deki ikinci bölümü bugün rasmi bugün başlangan buldu ve 4 gün devam kıldı aziz qarindoshlar. Baya Dolqun İsa efendimi deb o'tdi. Bu qatimki ko'rgazma 4 mazmunni o'z ichiga olgan. Birisi mecburi emgak, ondan keyin jazo lagerlari, ondan keyin bu yerda ayollarninki, xonim qizlarninki jinsiy zo'ravonlik uchrashi, shundaqla bu yerda irqiy qirg'inchilik, ondan keyin Uyg'ur o'smirlarininki ota-onalardan, bolalardan mecburi ayrılıp ötüşü qatarlıq müştə məzmunlarını öz içine alған. Bu ko'rgazmaninki tushuntirishlarninki hammasini Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan Dünya Uyghur Qurultayı birlikda maslahatlashib, hamkorlashib yapgan aziz qarindoshlar. Mana men bu deb o'tdim. Ko'rgazmani qurash to'g'andan tortib hozirgacha yenimizda bizga hamnafas bo'lib turayotgan Dunyo xatirasizlik millatlarni qo'g'dash tashkiloti Berlin sho'basiniki reisi bu yerda Stefan efendim çedirni qurish qatnashgan baymi ko'rdinglar. Hozirmi bizning yomg'irga qaramay, yoshinib qolganiga qaramay, o'zining Uyg'ur xalqiga, Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan hissashligini qo'llanishini bevosita ifoda qilishini attiganning yog'i mishada biz bilan billa turvatıl aziz qarindoshlar. Bay Dolqun İsa efendim deb o'tgandek bugün bu ko'rgazma 2 bosqichga bo'lib elib berildi. Bir yerdikisi bu Aleksandr maydonidagi ko'rgazma boshlandi. Birazdan keyin Amerika'ninki Berlindagi bosh elchixonasida ko'plagan Dolqun İsa efendim deb o'tgandek yuqori darajalik arboblarning qatnashishida, diplomatlarning qatnashishida bu yerda u yerdami maxsus bir muhokama va ko'rgazma bulup ötmekçi. Aziz qarindoshlar, şunun bilan biz bugün programımızı müşahede ahırlaştıraylı. İnşallah biz erta yana bu ko'rgazmaninki amaliy ahvoli ve birazdan keyin Amerika elchixonasida ilib berildigan muhokama ve ko'rgazmaninki asosiy mazmun haqida erta sizlarga yana ma'lumot berishga tirishimiz. Men Tarat Yurunqash hammalarga tekrar bir yerda salam yollayman. Hürmetli görürmenler. Yuqorida bugun Berlindagi Aleksandr maydonida boshlangan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi haqidagi maxsus xabarni diqqatingizga taqdim qildik. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.